Ko'rganimizdan ancha yaxshisiz. Xudoga shukr. Ko'z tegmasin. O'tkazdi, og'ir sog'lansak o'tkazdi. Ha. Keyin chiqadi zo'rdan aytgan bo'lamiz. Aytgani chiqmaydi. So'ngra ozgina xalqimizga ehson yettiramizda, o'sha ehsonni olib kelayapman endi. 3 million, 4 million, 5 million. 5 million pul ekan. Hozir seni ko'rganda ko'rasiz ekan. Yana yig'ilsa, yana olib kelaveramiz. Bugun kech qolganimiz sababi oz bilyapsiz, hamma ko'mir bo'lyapti, qishga tayyorgarlik, qishki mavsumga tayyorgarlik bo'lyapti. Shuning uchun kech kelyapti, to'g'risi. Soat 10 bo'lib qoldi yuribmiz. Shuning uchun aka, o'tkazib qo'yamiz, o'zi kech qolgandek, bugun ham kech qolgan, yana bir kechasi yurar ekan deb o'ylamang yana. Shuning uchun hozir Abrasaga yetib, sraz olib beraylik deb. Qanaqa? Maza. Yaxshi, rahmat. Bayasida ko'rganimizni ancha yaxshisiz, ko'z tegmasin. Oldiryapsizmi aka? Shuni ko'rganimizda o'ta edi. Og'ir edi. Hozir yaxshi qolsa aka, shifosini bersin doktor. Yoqqan ketib qoldi. Ansaga ketdi. Davlenni tushib ketdi. 60 kg bo'lib qoladi. 60 kg yaxshi. Men doktorda aytgan yozib bergan nazarchinasidan chiqmang-da, endi grafikidan. Shu aytgan yozadi. Biri soğuğun tushib qoldi. Oradagi qamir so'qityapti. Demak, yog'lar yo'qdi, yog'lar. Demak, tana sezyapti-kanda, yaxshida, tanasi sog'liq sezish yaxshi. Qo'yasing. Ular kutmagan joylar, ajimlar kesilish qilib, umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin, doimo sog' salomat bo'lsin, oilasida tinchlik, totuvlik, ahlilik bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, nimaga niyatlar bo'lsa niyatlariga yetsin. Yana birga ming rahmat. Xalqimiz bunchalik yordam beryapti. Rahmat. Go'zal odammiz. Qaytar dunyoga, ularga ham qaytarib. Albatta. Ular birni bersa, ularga ming yo'l qaytaradi. Xudo xohlasa Hasanboy yurib ketsa, onasi shu bo'lib ketadi, yaxshi ketadi. Yaxshi bo'lib ketsin, yana sog'ayib ketsin, sog' salomat bo'lsin. Qo'limizdan kelgan yordamni beramiz endi. O'tirmaymiz. Harakat qilyapmiz, so'rayapmiz undan, minna qilib so'rab olib kelyapmiz.